Bugun chiqqan xabar yana o'sha narsa. Bitta erkak kishi o'zini shar'iy nikohda bo'lgan ayoli, endi ikkinchi xotimi bilmayman, o'shani o'ldirish uchun buyurtma bergan 10,000 AQSh dollari. Toshkent shahrida erkak norasmiy nikohdagi xotinini o'ldirish uchun 10,000 dollarga qotil yolladi. Qanchalik odamlar qabihda, mayli qabihligi, ahmoqligini aytmaysizlarmi? Telegramda yozishib o'tirgan. Telegramda rasmini, narsalarini jo'natib o'tirgan. Erkak qotillikni amalga oshirish uchun tanishiga oldindan 2,000 dollar va ayolning yashash manzili, xonadon raqami, avtomobili, kimlar bilan yashashi, qachon uyga kirib chiqishi haqidagi ma'lumotlarni bergan. Yaxshi hamki, ichki ishlar bo'lim xodimlari zo'r aqlli ish qilishgan. Bilib qolishgan, xabar berilgan, ichki ishlar ham xuddi o'lgandek qilib qilishganda, mana o'ldirdi deb yana bitta uchrashuv belgilangan. O'sha joyda pul berayotganda voqea joyida dalillar bilan ushlashgan. Gap yo'q, zo'r. Bilasizlar, men o'ylayman, fuqarolar va davlat o'rtasidagi kommunikatsiyani to'g'ri qurish kerak. Ko'p xatoliklar bor, ular tomonidan ayb bor, ularga ham jinoiy ishlar qo'zg'atilyapti ichki ishlar bo'limlariga qarshi, to'g'ri. Lekin bunaqa joy-joyida ishini zo'r qilgan, ishini haqiqatan kreativ bajargan paytda ham menimcha e'tirof qilish kerak. Shu endi adolatdan deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysiz?